shu ko'p vektorli siyosatini markazida davlatlarning o'zi, ya'ni biror bir kuch markazi Xitoy bilan kamroq hamkorlik qil yoki Rossiya bilan kamroq hamkorlik qil yoki AQSh bilan degan kuchli bosim o'tkaza olish salohiyatiga ega emas. Mana shu juda ham muhim nuqta va yana bir qo'shimcha qiladigan jihatim, ya'ni so'nggi bu uchrashuvlarni so'nggi shu 5-10 yilliklarda kechayotgan jarayonlar kontekstida ham ko'rish kerak deb o'ylayman. Markaziy Osiyoda aynan mintaqaviy birlikka intilish bu уже yashirib bo'lmaydigan bir harakatga aylandi va buni ichkaridan ham tashqaridan ham ekspertlar ham kuch markazlari ham kuzatib boryapti. Kim aynan shu dasturga monand hamkorlik modelini taklif etadigan bo'lsa, o'sha eng istiqbolli hamkor bo'lishi mumkin. Ikkinchidan esa Rossiya Federatsiyasi va Xitoyga nisbatan